Hurmatli obunachilarim, torch qalay mashinani, ya'ni ham sotiladigan mashina men ayadim. 7000 kilometr atiga yurgan, endi obkatkadan chiqqan. 2021-yil 2.7 объем zavodskoy propan 159 ot kuchi kraskasi tozasi. Videoga like bosib oxirigacha ko'ring. Shu mashinani ashaddiy muxlissiz bilaman. Mashina turishini qarang, o'ta go'zal holatda. Chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Eng full qiroli mana shu bo'ladi. Kraskasi toza. Bilasiz, eng full sariq salonlarda oldida mana bu duga mo'ylovchasi bo'ladi. Tonirovka nima deydi? Beton tonirovkalarda. Janubiy Koreyada hattoki chiqindi tashish mashinalarida ham beton tonirovkada yurishga ruxsat bor. Ularda umuman taqiq yo'q tonirovkaga. O'shaning uchun bu yerda keladigan barcha maxsus texnikalar aylanasiga qoraytirilgan tonirovkada yuradi. Bu tomonlarni qarang. Mashina o'ta go'zal holatda. Kumho original koreyskiy balonlarda 83,5 litr zavodskoy propan gaz balon. Ichida bilasiz maxsus motorchigi bor. U motorchik agarda chiqindi to'lsa o'ladi. Shuning uchun har 60 ming 70 mingda filtrchasini o'zgartirib, almashtirib turish kerak. U filtrlari bizda sotuvda bor. Hattoki buni moylargacha yetib kelgan. Barcha kalpaklari joyida. Bu mashina juda ham qimmat deyshadi. To'g'ri, chunki buni oddiy kalpak ham o'rtoqlar 4 tasi $100 turadi. Zapaskasi yerga tushmagan. Eng qizig'i mana $100 desangiz ham sotuvda yo'q. Uni samolyotda pochta qilib chiqarib yuboriladi. Chunki bu kalpakni Xitoy chiqara olmaydi. Litsenziyalangan kalpak hisoblanadi. Oddiy kalpak litsenziyalangan. Qarang, orqa qismlari chotki holatda. Stop chiroqlari barchasi butun, sensor, parktroniklari bor. Yaxshi tomoni bu mashinalar o'rtoqlar metan zo'r tushadigan 2.7 объем atmosferniy motor. Metan zo'r tushadi bunga. O'rtoqlar, mashinamiz kitobida 1 tonna. Eslatib qo'yay sizga, kitobida 1 tonna. 4 tonna yuklayapman deyshadi. Unchalik azoblamang. Chulogi orqa zadnimosi shpagatga tushib qopti. 4 tonna bilan poyezd yo'li preyezddan tezlikda o'tgandi. Xafa klientim. Shunda ham keling bu yoqqa dedim, Namanganga burova truba qo'qdik. $100 atrofida ketdi. Endi bemalol 4 tonna bilan preyezddan haydab o'tsangiz bo'ladi dedim. Qarang, juda ketgan taqdirda buni chuloga o'rtacha $500 turadi. Ichlari o'sha aytganimda sariq salon, eng full qiroli shu bo'ladi. Cruise control, klimat kontrol, обогрев, обдув, stabilizatsiya, полосодержатель, аварийное торможение. Bilasiz, bunga me'yordan katta balonlarni qo'ysangiz, o'zidan-o'zi gazovat qo'radi. Ko'pchilik bilmasdan motorga, elektrikka, kompyuterchiga borib, hamma yo'qni qashilab tashashdi, qonatib yuborishdi. Birgina balonni oling, qo'ying, yo'qoladi bu narsa. O'z voshimchalik ketmaydi bu mashina. O'z voshimchalik qilmang. O'zini zavodskoy balonlardan berayapman, sirazu kamchiliklari, ashibkalari o'chadi. Klimat kontroli bor, bilasiz, va cruise kontroli bor, eng full hisoblanadi va sidenasi ham sariq. Sariq salon deymiz buni xalq tilida. Bu Koreyani o'zida $1,500 kamida qimmat. Endi bu noyob topilma. Bir joyda yotgan bu mashinamizni narxi keladigan bo'lsak, $27,900. Oz-moz kami bor. Muncha qimmat. Buni puliga Isuzu olaman deb kommentar davom yozishadi. Eslatib o'taman, bu mashinamizni rastamochkasini puliga 2026 Cobalt eng yuqori pozitsiyasi nomini bilmadim. O'shani puli ichiga tiqib yuboriladi buni. Shuni hisobiga bu mashinamiz narxi $27,900. Bir to'la nomingizga chiqadi. Va borib viloyatingizda bitta chiroyli nomeri taqasiz. Bu mashinalar deyarli barchasi 100 ga 100 kurtoy nomerda yuradi. Puliga arziydi, xudo xolasa. Buni 2007-2005 bobolari hali ham O'zbekiston bo'ylab ishlamoqda, safda. O'rtoqlar, yuk avtomobili zo'r bo'lsin deganlar, mana bosib yuboradigan joyda. Videoga like bosib, shunaqa oppoq, toychoq qidirgan tanishlik bo'lish mumkin. Obuna bo'ling, menda shunaqa mashinalar zo'r bo'ladi.